Assalomu alaykum bo'ldi. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ishlar yaxshimi? Xo'p, bugun ko'rsatadigan narsam proyekt ochib qo'yganman. Maqsad, ya'ni bitta proyekt ochib qo'yganman. Bu kichikroq obyekt. Ish bitib bo'lganligi uchun sizlarga ko'rsatadigan narsam bitta instrument, ya'ni переопределение видимости. O'sha narsani qanaqa ishlashini bir chetdan tushuntirib o'taman. Chunki ko'pchilik bu narsani tushuntirmaydi, nimaligini tushunmay qolib ketib qoladi, o'tib ketadi shundoq. Uni ko'pincha ko'p ishlatgan paytingizda ishlatasiz bu narsani, yoki ko'pchilik aytmay ketadi bu narsani, lekin odatda ko'p ishlatiladi juda. Bu mana bu joyda свойства bo'limida mana bu переопределение видимости grafika degani bor. O'sha joyga izmitga o'tilganda xuddi shu narsa kelib chiqadi. Yokida 2 marta o'zbekcha v ni bossanglar chiqib beradi bu narsa. Переопределение видимости для 3D vid и hozir 3D vidda turibman, shuning uchun 3D vidni ko'rsatyapti. Agarda men biron bir planirovочное решениeni misol uchun ochsam, keyin yana o'tsam, mana planirovочное решение deb ko'rsatadi. 3D vid ochganim uchun 3D vid deyapti. Bu narsani qanaqa ishlashini ko'rsatib o'tishim kerak. Asosan bu narsani ko'pchilik ko'rsatmay ketishi ham mumkin. Shuning uchun bu narsani ko'rsatishga yaxshi deb o'yladim. Ko'pchilik ishlatish bilmaydi. Xo'p. Переопределение видимости nima o'zi aslida? Bu kategoriya bo'yicha yashirish, polotonga qo'yish, ya'ni xiraroq qilib qo'yish, yokida grafitskiy tarafdan nimadarini o'zgartirish. Уровень detalizatsiya masalasini esingizda bo'lsa ko'rgandik bu narsani. Shu уровень detalizatsiyasini misol uchun oshirib ko'rsatish yoki yashirib ko'rsatish, skrit qilish, yashirib qo'yish, umuman kategoriyasi bilan yashirib qo'yish. Shunga o'xshagan vazifalarni bajarish uchun asosan ishlatiladi bu narsa. Ya'ni переопределение видимости bosasida yoki 2 marta v ni bosgan paytimizda aynan shu kategoriya modeli degan narsa chiqib keladi. Buni har bittasini tushuntirish ancha qiyin bo'lib qolishi mumkin, chunki asosan buni ham kam ishlataman, buni ishlataman orada filtrni juda ko'p ishlatamiz. Ish davomida, keyinchalik loyihalarimiz davomida. Chunki bu narsalarni ishlatish bilsanglar, ishlarni anchagina 50-60% gacha tezlashtirasizlar va osonlashtirasizlar. Shuning uchun kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana видимость bo'yicha jadvalni tushuntirib o'taman. Mana bu yerda видимость, проекция поверхность, сечение, полутон и уровень детализации turibdi. Xo'p, проекция поверхностda 3 ga bo'lib qo'yibdi, secheniyadan 2 ga bo'lib qo'yibdi. Bularni birma-bir tushuntirib o'taman. Har bitta tanlayotgan elementlarni o'zini kategoriyasi bo'ladi. Misol uchun, odatda o'zimiz ham ajratamiz. Mana bu stol, mana bu stul, bu kitob, bu devor, bu oyna deb ajratamiz. To'g'rimi? Bu dasturlarda ham xuddi shunaqa ajratiladi. Bu dasturda ham xuddi shunaqa ajratiladi. Misol uchun biron bir polni tanlasam, перекрытие, ya'ni pol deb tushunadi bu narsani. Orayapman deb. Buni bossam, stena deb tushunadi. Chunki devordan yasalgan. Buni bossam ham перекрытие, plitka deb tushunadi. Buni tanlasam, mebel deb tushunadi. Xuddi shu narsani bu yerdan переопределение видимостьda mana bu kategoriya bo'yicha ajratib qo'yib qo'yilgan. Hammasiga e'tibor bersanglar, mana двери, датчики, геймплан, выключатель, воздуховод, лестница, мебель, несущие колонны, оборудование, обобщение модели, озеление, осветительный прибор, сантехнические приборы, труба, шкаф, электрический прибор, электрооборудование. Shunga o'xshagan narsalar juda ko'p kategoriyasi. Shularning hammasini ajratib qo'yilgan. Tepasiga qarasanglar, mana bu yerda anotrajda, misol uchun yonida ptichkasi turibdi. Mana ptichkadan oldin plus turibdi. Bu plus, misol uchun mebelni ko'rsata qoling. Bu yerda hozir mebel ko'p ishlatilgan. Mebelni bossam, mebel ichida ham yana bor ekan. Buni xohlasak kattalashtirib ko'rsatsam mumkin, mana bu yerda ichida. Ya'ni mebelni ichida grafitskiy tarafdan ko'rsatish mumkin bo'lgan narsalar bor, ko'rsatish mumkin bo'lmagan narsalar bor. Ya'ni ba'zida shkafda 2 taraflama ochiladigan belgisi bo'ladi. O'sha narsani 2 xil ochilishi mumkin. Ruslarda boshqacha ochiladi, amerikanskiyda boshqacha ochiladi. Shu narsasini misol uchun men bitta 2 xil qilib qo'ygan. Misol uchun opening English opening Russian deb qo'ygan. Xuddi shuni misol uchun o'zimizga moslab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, misol uchun mebelni bildinglar. Bu plus shu ichidagi narsalarni ko'pincha ishlatiladi. Misol uchun eshikda mebelda открыванияsi bo'lsa, открываниясini o'chirib qo'yish mumkin. Xuddi shu shaklda ptichkasini o'chirib qo'ysanglar, o'chadi. Yokida mebelni umuman ptichkasini o'chirib qo'ysak,
okey qilsak, mana bu yerda mebel bo'lsa, hammasida o'chadi. Mebelga oid hamma kategoriyadagilar hammasi o'chadi. Faqatgina mebeldan boshqa hammasi qoladi. Yana qaytib o'sha joyga mebelni yoqib qo'yamiz. Mana prenemit qilamiz. Okey qilsam qaytadi. Xuddi shu shaklda ketadi. Nomlanisini bildinglar, bitishkasini tushundinglar. Endi bular nima? Поверхность, проекция поверхности. Liniya shtrixovka прозрачность deb qo'yibdi. Proyeksiya поверхность degani bolalar, misol uchun mana bu elementni misol keltiraylik. Bu element mana bu pol skript qilingan bo'lsa, polni ko'rib turibsizlar, qanaqa tekstur berilgan, qanaqadir shtrixovka berilgan. Shtrixovkasi 60 ga 60 mi berilgan. Bu kesilmagan holatida shu shaklda ko'rsatishini aytyapti. Endi kesilmagan holatda qanaqa shtrixovka berilgan, ko'rib turibsizlar, kulrang i 60 ga 60 lik tekst qanaqadir chiziqlar berilgan. To'g'rimi? Endi mana shuni xohlasak mebel emasda, bu перекрытие. Demak, men mana bu joyga o'tib turib, перекрытияni bosaman. Mana liniya bo'yicha ip shtrixovkasi bor. Shtrixovka aynan ustidagi shtrixovkasini ko'rsatadi. Shtrixovkasi mana. Misol uchun bunda ko'rsataman. Передний deb qo'yilgan и фон degani. Передний degani oldinda turadigan, misol uchun chizig'i deyish mumkin. Misol uchun mana chiziqlari bor. Yoki orqa fonga misol uchun splashnoy qo'yib turib, mana bunaqa kulrang qilib qo'yishimiz mumkin. Xohlasak boshqa narsa qilishimiz mumkin. Misol uchun mana ko'rsataman. Yaxshiroq ko'rinish uchun ko'k rangda, ochroq ko'k rangda ko'rsataman. Okey, и prenemit qilsam, mana shu holatda ko'rinadi. Endi oldidagi chizig'i lekin qolgan. U chizig'ini ham xohlasak boshqa chiziq qo'yishimiz mumkin. Mana shu shaklda qanaqa rangni berishim kerak o'sha chiziqda. Okey qilaman. Okey qilaman. Mana shu shaklda ko'rsatyapti. Xuddi shu narsa uchun ishlaydi. Mana shu yerdagi narsa kerak emas bo'lsa, mana bundan o'chirib qo'yamiz. Okey qilsak, mana bundan ham okey qilsak, o'chadi. Agarda mana bu yonida kichkina bitishkasi ham bor. Shu shtrixovka bergan shtrixovka ishlasinmi, ishlamasinmi degan narsada shu ishlaydi. Misol uchun mana qora berdim, vidimizni o'chirib yoniq turibdi hozir. Okey qilsam ishlaydi. Lekin mana vidimizni o'chirib qo'yib okey, prenemit qilsam ishlamaydi. Xuddi shu narsa ishlaydi, chunki skript turganini bildiradi. Tushunarli? Orqaga qaytaraman. Bo'ldi. Mana. Bu ham qaytdi. Endi перекрытияda mana bu liniya nima? Mana bu chizig'imni mana bu polimni qirra qismlarida chiziqlar o'tgan. Ya'ni hamma narsada mana bu qirralar bo'ladimi? Shu narsani qanaqa qalinlikda bo'lishi, qanaqa rangda bo'lishi. Misol uchun mana ves deb qo'yilgan bu chizig'imni qalinligi. Misol uchun 10 qilsam, okey, 10 qilsam bu yerdan sezilmaydi hozir. Chunki o'chirib qo'yilgan avtokadga o'xshagan narsasi bor. Vidga o'tib turib, tonki liniyani yoqsam keyin ko'rinadi. Xuddi shu shaklda. Hozir bu yerda ham negadir yaxshi ishlamayapti. Mayli. Shu narsa ishlaydi. Tak, yana bir marta o'tamiz bu yoqqa, bu joyga, перекрытияga qaytamiz. Bu joyda ishlamayotgan sababi bes liniya berishni istab bermagan ekanman. Rangini ham berib qo'yaman. Okey. Mana bunaqa splashnoy berib qo'yaman, o'z ko'rsatmasligi. Ishlashi kerak bo'lsa. Shunaqa holatda ko'ramiz. Uстановить qilsam, 1 ga 100 masshtab qilsam, ko'rinishi kerak endi. Yo'q. Demak, planda ishlashi ham mumkin bu narsa. Planga o'tib ko'ramiz. Tak, bundan oldin ustun bo'yicha ajratilgan grafikasi bo'yicha ajratib qo'yilgan bo'lishi ham mumkin. Перекрытияga o'tsam, bu yerda boshqacha vid bo'yicha ishlaydi, shuning uchun ko'rsatilmaydi. 10 qilib qo'ydik. Okey, okey qilsam sezilishi kerak. Yo'q, o'zgarmayapti. Demak, filtr bo'yicha yoki material bo'yicha ancha o'zgargan, shuning uchun grafik tarafdan hozir ko'rsatib bo'lmayapti bu narsani.
asosan shu orqali ishlaydi bolalar. Ya'ni liniya deganda xuddi shu qirralar emas, boshqa joylarda liniya o'tgan bo'lsa, shuni hammasini ko'rsatadi. Hozir menga bu kerak emas. Tsveti bu chiziqlar rangi, ikkinchisi obrazец, ya'ni o'sha chiziq qanaqa chiziq bilan bo'lishi kerak. Misol uchun, shtrix chiziq bilan yoki punktur точка bilan ko'rsatay. Перейдите, mana. Okey qilsam, mana sezilayotgan bo'lsa, xuddi shu shaklda ko'rsatyapti menga. Chiziq bilan. Xuddi shu narsa. Tak, endi o'chirib qo'yamiz. Buni tushundinglar menimcha. Hop, shtrixovkasini tushundinglar. Prozrachность nima? Buni orqaga qaytarib qo'ying mana. Prozrachность bu shaffofligi o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, mana pergitiga o'taman. Shaffofligini 50% gacha deyman. Misol uchun men raqamda berishim mumkin. Okey qilsam, birinchi mid qilsam, shaffof bo'lib qoladi. Hozir sezilmayotgan bo'lsa, mana bunaqa qilsak seziladi mana. Endi sezilyapti. Shaffof bo'lib qoldi. Bundan oldin mana bunaqa holatda turibdi, hozir ko'rsataman. Mana. Endi bunaqa bo'lib qoldi. Xuddi shu shaklda keldi. Bu yerdan sezilmayotgan bo'lishi mumkin, sababi tak material bo'yicha ham yo'q ishlayapti. Bu yerda ham ishlayapti. Unda. Faqatgina past oq bo'lganligi uchun hech narsa o'zgarmaganga o'xshab turibdi, lekin o'zgargan. Prozrachность degani xuddi shu shaffofligini bildiradi. Keyingisi bu kesilmagan holatida proyeksiya поверхность degani xuddi shu narsa. Kesilmagan holatida deb ko'p aytyapman. Misol uchun mana bu graniца 3D yoqsak, mana buni shunday sursak, mana bu yerda ko'rinadi bizda. Qaranglar. Buni skript qilib turay vaqtincha. Mana. Ko'ryapsizlar, mana bu joyda kesilyapti. Shtrixovkasi mana bunaqa shtrixovka bu yerdan negadir o'tmayapti. Chunki kesilgan holatda shtrixovkasi boshqacha ishlashini tushuntiradi. Xuddi shu narsa mana bu joyda ham ajratilgan bolalar. Pergitiga o'tamiz. Pergitiya mana sechение. Liniyasi shtrixovkasi. Mana bu qanaqa ishlagan bo'lsa, xuddi shunaqa. Qanaqa chiziqda ko'rinishi, mana hozir bunda qarab turinglar, ishlashi kerak, xudo xolasa. Pergitiga o'taman. Qanaligiga e'tibor bersanglar, qanaligini hozir tushiraman. Pergitiyani tanlayman, liniyasini bir qilaman. Okey qilsam, mana. Tushunarli? Yupqa bo'lib qoldi. Xuddi shu narsani ishlashini ko'rsatadi. Ranglari hamma narsasi bir xil. Boya men nima tushuntirgan bo'lsam, xuddi shu narsa bu yerda ham ishlaydi. Kerak emas bo'lsa, отменить переопределение o'chirib qo'ysak, bo'ldi, все. Shtrixovkasi ham xuddi shunaqa bolalar. Men bitta qanaqa shu shtrixovka tushuntirgan bo'lsam, xuddi shunaqa. Faqatgina kesilgan holatiga ishlaydi bu joy. Misol uchun mana bunday qilib, qizil qilib ko'rsatay bitta, yaxshiroq ko'rinishi uchun. Okey qilsam mana. Faqat kesilganda shunaqa ishlaydi. Mana misol uchun kesilmagan joylari unaqa holatda ko'rsatmaydi. Xuddi shu narsani kategoriya bo'yicha ishlash deyiladi. Xulasaga orqaga qaytarib qo'yaman. Endi undan keyingisi nima? Poluton. Buni orqaga qaytarib qo'yay. Okey qildim mana. O'z holiga qaytdi. Endi pergisiyaga qaytaman yana. Poluton nima? Bu nima deb tushuntirsam bo'ladi? Hozir aytaman. Xiralashtirib qo'yish desak to'g'ri keladi. Shaffof qilmaydi, ya'ni prozrachность qilmaydi. Polutonga qo'yib qo'yadi, ya'ni xiralashtirib qo'yadi. Bitishkasini yoqib qo'ysanglar, okey qilsak, mana xira bo'lib qoladi. Xuddi shu narsa ishlatish uchun kerak bo'ladi. Misol uchun ba'zi holatlarda planda mebellarni alohida ko'rsatish uchun pol qismini polutonga qo'yib qo'yamiz, mebellarni alohida ko'rinib turadi shunda. Ya'ni pol bilan grafitskiy tarafdan aralashib ketmaydi. O'sha paytda bu juda katta foyda beradi. Xuddi shu narsa bo'ldi. Mana. Okey qilib qaytarib qo'yaman. Bo'ldi. Endi undan keyingi bo'lgan narsani tushuntirishim uchun mana bu yerda ishlashi ham mumkin. Mana shu holatda. Buni mebel sifatida ko'rsatganim yaxshiroq. Yoki chiroq sifatida ham ko'rsatsam bo'ladi menimcha. Detalizatsiya, mana esingizda bo'lsa, уровень detalizatsiya degan narsani ko'rdik. Mana средний qilib ko'rdik, низкий qilib ko'rdik, высокий qilib ko'rdik. Qanaqa ishlashini mentor sezayotgan bo'lsanglar, ruchkasi yo'qolyapti, chiroq ham yo'qolyapti, низкийda chiroq paydo bo'lyapti, ba'zi narsalar ruchkalar hali ham turibdi. Xuddi shu narsalar misol uchun yo'qolishini, foyda berishini
ko'rsatadi. Bu uровень detalizatsiya nimaga kerakligini ham aytib o'taman. Bu ko'pincha holatda, uch xil holatda, ba'zi holatda, misol uchun niskiyda devorlarimizni sloylarni ko'rsatmaydi, ya'ni sloyni ko'rsatmagan holatda ko'rsatish kerak bo'lib qoladi. Yoki ba'zi holatlarda sloylari bilan detalniy qilib ko'rsatish kerak bo'ladi. O'sha paytlarda xuddi shu narsa yordam beradi bizga. Уровень detalizatsiya degan masalasi. Juda ko'p foyda beradi. Уровень detalizatsiya degan narsa. Ishlashga yordam beradimi? Qisman yordam beradi. Misol uchun ba'zilar niskiga qo'yib turib keyin ishlaydi. No, qisman yordam beradi. Unaqa darajada yordam bermaydi bu narsa. Ya'ni visoki qilib qo'ysangiz, kompyuteringiz og'ir ishlaydigan narsa yo'q bunda. Ishlayverasiz bu narsada. Uncha narsa sezilmaydi bu narsaga. Xo'p. Xuddi shu narsa bu yerda ham bor bolalar. Mana, misol uchun осветительный qilib ko'rsataman mana. Осветительный pribor. Mana bu chirog'imni ko'rsatish mumkin. Yoki dver, eshikni ko'rsata qoling. Eshikning ruchkasi ko'ringan sizlarga. Tak, mana bitta dver tanladim. Bitta уровень detalizatsiyasini olasam, niskiy qilib qo'yaman. Qaranglar hozir. Hali tasdiqlamadim. Ruchkasi turibdi. Prelimit qilaman, ruchkasi yo'qoladi. Chunki bu yerda niskiy turibdi. Lekin mana bu joyda visoki turibdi. Qaranglar. Niskiy qilsam ham, sredniy qilsam ham, visoki qilsam ham ruchkasi yo'qolmayapti. Chunki mana bu joydan teparoqdan, ya'ni ketma-ketlik bo'yicha bu yerda ustunlik bor. Shuning uchun agar po video qilib qo'ysak, mana bu yerda nima vid bo'yicha qanaqa turgan bo'lsa, shu vid bo'yicha nastroyka qilib ketiladi. Xuddi shu narsa shu yerda ishlanadi. Bu narsa tushunarli bo'ldi degan umiddaman. O'zingizlarda sinab ko'ringlar. Har xil uslubda qilib ko'ringlar, hammasini qilib ko'ringlar. Hammasini birdan yo'qotish yoki birdan o'chirib qo'yish, hammasini birdaniga chiziqlarni bir xil qilib qo'yish yoki shtrixovkasini bir xil qilib qo'yish, уровень detalizatsiyasini bir xil qilib qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana bu joyda все-ni bossanglar, hammasini birdan tanlaydi. Mana misol uchun mana chizig'ini tanlayman. OK qilib bir qilsam, OK qilsam, neodin qilib qo'ysam, mana hammasi bir qilib qo'ydi. Xuddi shu narsa. Yana FC qilaman, orqaga qaytaraman, определение, OK, mana orqaga qaytadi yana. Xuddi shu narsa ishlaydi bolalar. Xuddi shu narsaga ishlatiladi asosan Revit'da loyihalarchilarning ko'pchiligi. Grafitskiy tarafdan ham xuddi shu narsani ko'p ishlatishadi odamlar. Revit loyihachilari. Sizda savol bormi shu narsa bo'yicha? Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariy yozib qo'ysanglar, shuni darslik qilib chiqaman yoki savollarga javob beraman, xudo xolasa. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin. Izohda qo'llab-quvvatlashinglarni kutamiz. Rahmat sizlarga.